Qancha? Qayoqdiki? Qanchadan? 1200. Xalatlar Toshkent 1200 so'm deydi. Bu ko'ynaklar xalat bu ne? Platya xalat o'xshaydi. Uzun ekan, a? 1,5 ming. Abayi deb so'rab chiqqan. Abayi yo'q-da sizda. Sizda yo'q. Bular 600 so'mdan ekan. İşte ko'ynaklar. Tak. Bu xalatlar qancha? Shimi mendan-da? 750 dan ekan. 750. 750 qanday razmerlari var? Qo'sh bo'yli kelinlarga bormi? Qaysilar? Qancha shular? 750 so'm deydi. Beremenli fasonlar. 750. Bu ko'ynaklar 1100. Bularchi bambuklar 1200. Qarasi menenle birday qo'y. Так, sizlardiki da qancha mınalar sportivniy variant? 1200. Sportivniy variantda xalat shimdar 1200. Так, bular turetskiy da? Yo'q, bularimiz material turetskiy, Toshkentniki. Toshkent po'shiga. Toshkent bular. Munolarimiz ham polniy Toshkent, hammasi Toshkent. Munolar, Toshkent. Bardi Toshkent. Material turetskiyda, bular ham kачествоsi yaxshi. Ana shu turetskiyning xizmatini qiladi. Hech narsa bo'lmaydi. Bitta ham jalb kelmagan. Shuncha sotgan. Sapati yaxshi dengsa? Sapati yaxshi. Balarini aytib ketsangiz, razmerlarini. Razmer, hamma razmer bo'ladi bularda. 48 dan 52 gacha razmer bo'ladi. 48-52 gacha ham bo'ladi ekanda. Kачествоsi ham yaxshi. Maza qilib kiyadi. Muyimda kiyadi. Ham jalb kelgan emas. Bu ham toza firmalar. Toza firmalar. Mana shular. Belikan. Kачествоsi yaxshi. Qancha shular bag'ari? Bular ham 1200. 1200. 1200. Shular da 1200 xalatlar. Bular ham 1200. 1300 deyishgan bo'lyapti. O'zi endi hozircha. Arzonli berasizlar, kelishim badali. Yaxshi ekan. Bunday cho'ng ayollarga ko'ynaklar bormi? Aseniy ko'ynaklar. Menda bor da. Sizda xalat bu yoqdagi sizniki. Xalatlar qancha mana cho'ng ayollar uchun xalatlar? Bularni bir xilda 1200 bo'lar. Manalarimiz 850. Boshqa rasvet bambuko'y. Rasvetkalari bo'lish kerak sana shu. Shu mana topchilar xalatlar qancha? Rasvetkasi bo'ladi. 1200 ekanda xalatlar. Toshkent. Nimalarchi gurum? Mol xalatlar. Bular arzon xalatlarimiz 650. Bular dili shunday, bag'ar. 1200 dedingizmi? 1200. Velikan ko'ynaklar kerakli. Velikan ko'ynaklar yo'qmi? Cho'ng razmerda. Sizniki qanchadan? Xalat, shim 1500. Qaysi? Bunalar troykalarmi? 1,5 mi? Olar 1000 so'm, olar 750. 750. Bunalarchi sportivniy variant. 850 shimi bilan. 850 shimi menen. Moshimi yo'q 750. Qaysi? Bunalar bor. 750. Olar 1000 so'm. Menga bular. Moshimlilar ham 1000 so'm. Asr. Bular bor. Mingba. Yo'q, vergilar bambuklar. Mashlar 1000 so'm. Mingdan ekan, shimi menen. 1000 so'm deydi. Yaxshi. Bu ko'ynaklar qancha? Sizniki? 1,5 ming uzun ko'ynaklar. 1,5 ming deydi. Ko'ynak kimiki bular? Qizlar? Kimiki sizlarniki? Qanchadan? 1400, 1300.
Nargen 1300, ular 1200'den. Bunalar ba? O Versace 1,5 ming. Versace 1,5 ming so'm deydi. Ne o? Ular 1800. Ne 1,5 ming. Buna 1400. Nargen 1400. Bunalar ba? Ular 1200'den nargiler. Bunalar ba? 1200. Halat 1000 so'm ekan. 1000 so'm kemi bor deydi. Kimga? Göreyim. Valla 1,600 so'm, 1,400 so'm. 1400, 1600 so'm. Bunalar da shunday. 2000. 1200. 1200. Bugün Lirasını? Yok. 400. 1100 vereyim. Ben de 1300 mamin so'm. 1300. Valla 1400, 1000. Хорошо. Mına göyneklerimiz qancha sizdiki? Shular. Qanchadan? 750. 750. 750 so'm. Bizim göynekler. Bular da 750. 750. 3,5 ming balpaktar. Qancha? 3,5 ming so'm. Karotkiler 2,5 ming. Korotkileri 2,5 deydi. Uzunları 3,5 ming. Bular qancha chornalari? Alar 3 ming. 3 ming. En qimmatli qancha? Şunlar 3,5 ming, 3800. 3800, 3,5 ming so'mdan ekan. Mana jiletlar qancha? Trikotajный. Trikotajlar, turetskiler 1,5 ming, Bishkek 1400. Yaxshi. Bular qancha? Ular 1800 so'm. 1800 ekan. 1800 so'm. Qancha? Var 2200 so'm. 2200. 2000'den kılıp vereyim. 2000. Karotkilerin 1,5 milyon kılıp vereyim. Yaxshi ekan. 2000, 1,5. Jemperlar qancha o'tadi? Alar 2000, 1800 kılıp vereyim. 2000, 1800 deydi. Bir 1600 so'm ekan uzun ko'ylaklar. 1600.